Mana do'stlar, Also the World'ga ham kirib oldik. Xo'sh. Also qayerda ekan? Xo'sh. Oq chiziq men bo'lsam, yo'q. Xo'sh. Oq chiziq men bo'lsam, demak u ko'k chiziq. O'z uyida ekan Also. Salom jigar. Ishlar yaxshimi? Netro, keldingmi? Bugun senga men ajoyib narsani ko'rsatmoqchi edim. Ortimdan yur. Mana bu qilich senga. Rahmat Also. Men bu yerto'lada qaysi yerto'la? Mana bu yerto'lani aytyapman. Mana busi. Xo'sh, bu yerda negadir uyingda dronet anaqasi kelyapti. Xo'sh, bu yerda damlama tayyorlashadi. Ha, albatta, bu yerda damlama tayyorlayman. Do'stim, zamondan orqada qolmagan, hozir 1000 barobar, 100 barobar yaxshiroq damlamadan kuchliroq damlama chiqqan. Buni qanday qiladi? O'rgat menga ham. Buning uchun chatga kirasan va bu yerda slash ni bosasan va effekt deganini yozasan va xohlasang o'zingga kuchukcha S qilasan yoki kuchukcha P qilasan, faqat o'zingga. Yo bo'lmasam kuchukcha A qilsang hammaga bo'ladi. Men qorong'uda ko'rish, ya'ni Night Visionni tanlamoqchiman. Xo'sh, bu yerda daqiqasini yozamiz va bu yerda uning kuchini yozamiz. 255 eng ko'pi. Hop, true tugmasini bosib jo'natamiz. Do'stim, ishonasanmi, menga ko'rinmas qorong'uda ko'rish damlamasi berildi. Ha, buni men qildim. Endi xohlaganingcha qorong'uda ko'rishing mumkin. Bu cheksiz davom etadi. Xo'sh. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Also to'sib qo'yding. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, obuna va like bosing. Keyingi videolarim uchun yangi g'oyalar kerak menga.